Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz DCP, mikrosefaliya, NRS, ZPR, ZRR, RAS, autizm kabi nevrologik kasalliklar haqida gaplashamiz. Xo'p, bu kasalliklar tuzaladimi va nima sababdan kelib chiqadi? Uni reabilitatsiyasi qanday o'tadi va qanday muolajalar orqali bola yaxshi natijalarga chiqadi? Shu haqida batafsil sizlarga gapirib beraman. Men sizlarga tavsiya qiladigan usullarim orqali nevrologik kasalligi bor bolalar qisqa vaqtda yaxshi natija bilan tuzalib ketadi. Videoni oxirigacha ko'ring. Videoni oxirida sizga kattagina bonusimiz bor. Xo'p, kelinglar yuqoridagi kasalliklarni sanadik va bu kasalliklar nima haqida, qanaqa kasallik shu haqida aytib beray. ZRR kasalligi bu nutqiy rivojlanishdan orqada qolish. ZPR esa aqliy rivojlanishdan orqada qolish. Agar ZPRR bo'lsa, ham nutqiy, ham aqliy rivojlanishdan orqada qolish hisoblanadi. DCP, ya'ni bolani miyasida organik zararlanishlar tufayli asosan qo'l-oyoqlarda harakat, sezgini orqada qolish, ya'ni tonuslarni bo'lishi, ba'zi bir bolalarda esa nutqiy hamda aqliy rivojlanishni orqada qolishi bilan kechadigan kasallik. NRS esa tungi NRS bolalarni joyida qo'llab qo'yishi hisoblanadi. Yana mikrosefaliya, miya qutisini hamda uni ichidagi miyani, kalla suyagi bilan miyani o'sishdan orqada qolishi hisoblanadi. RAS, autizm kasalliklari bor. Autizm bu o'z dunyosida yashaydi. Xuddiki unga boshqa joyda qo'l tekkizsa, nina sanchgandek ta'sirli bo'ladi. Hech kim bilan gaplashmaydi, o'zini dunyosida yashaydi. Xo'p, davolash uchun nima qilish kerak? Davolash uchburchagiga juda ham e'tibor berish kerak. Ya'ni bu burchaklarni kim tashkil qiladi? Birinchi navbatda ota-ona. Ota-ona bolasidagi nevrologik kasallikni vaqtida aniqlamasa, sezmasa, o'z vaqtida shifokorga olib bormasa, bu bolani sog'lig'iga yana ham yomonlashishiga sabab bo'ladi. Ikkinchi uchburchagida albatta shifokorlar turadi. Xo'p, ota-ona buni vaqtida boladagi o'zgarishni bildi, shifokorga murojaat qilish kerak. Birinchi navbatda poliklinikadagi oilaviy shifokorga bolani ko'radi, tekshiradi va bolada qanday kasallik ketyapti? Lor organlarida muammo bormi, nevrologik kasallikmi, yo pediatrikmi, yo endokrinologiyami, yoki urologiyami, buni aniqlab mutaxassisga yo'naltirib beradi va shifokor nevrologga ko'rinadi. Va endi uchinchi burchakka reabilitatsiya turadi. O'z vaqtida aniqlandi, shifokor murojaat qilindi nevrologga va shifokor yozib bergan medikamentos, ya'ni dori-ukollari yoki kerak bo'lsa bolaning kasalligidan kelib chiqib reabilitatsiya muolajalari vaqtida to'g'ri tuzilib, o'z vaqtida doimiy oladigan bo'lsa, bu doimiylik eng muhim narsa. O'z vaqtida oladigan bo'lsa, albatta bola tez vaqtda yaxshi natijalarga chiqadi. Ko'pchilik savol beradi, reabilitatsiya deydi doktorlar, yangi so'z paydo bo'ldi. O'zi reabilitatsiya nima? Reabilitatsiya bu bolalarni yoki kattalarni nevrologik kasallikdan qolgan asoratini, misol uchun kattalarda insult asorati yoki bolalarda ham bo'ladi insult asorati, grizalar kattalarda, bolalardagi DCP yoki ZPR gapira olmasligi, asosiy infeksion yoki boshqa kasallikni o'tkazsa, undan qolgan asorati gapira olmasligi, yura olmasligi, harakat cheklanishi bo'lishi mumkin. Mana shularga tabiiy dori-ukoll bilan birgalikda, asosan dori-ukoldan tashqari bunga qaratiladigan tabiiy massaj, neyroreabilitatsiya, LFK mashg'ulotlari, ularning ham turi ko'p, kasalligiga qarab ajratib qo'yiladi. Yangi chiqqan zamonaviy apparatlari, fizlecheniyalar orqali kompleks yordam beriladigan muolajalar turi hisoblanadi. Agar shunda ham tushunmagan bo'lsangiz, biz Shahzod Medical'da bir kun davomida qanaqa reabilitatsiyalar olib boriladi, shu haqida video qildik. YouTube sahifamizga qo'yganmiz. O'tib bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, DCP haqida keladigan bo'lsak, DCP bilamiz, asosan qo'l-oyoqlarning harakati, spastik tonus bo'ladi, ya'ni tirsak yoki oyoq bo'g'imida ochilib yopilish qiyin bo'ladi. O'shalarni ochish maqsadida nima qilish kerak? DCP qo'l-oyoqda tonus bor, yurish kerak. Yurish uchun ularga doimiy birinchi navbatda LFK mashg'uloti kerak. Bo'ldi, boshqa narsa emas. Birinchi o'rinda shu turadi. Qolgan oladigan dori-ukollar ham hattoki ikkinchi o'rinda turadi. Reabilitatsiyani to'xtamasdan qilinsa, DCPni har qanday yoshda ham yurishiga sabab bo'lsa bo'ladi. Yurib ketadi albatta. Bunda aytganimdek to'g'ri va doimiy
elfika mashg'ulot kerak bo'ladi. Bizning klinikamizda misol uchun reabilitatsiyaga kelgan bemorlarga biz elfikani o'rgatamiz, kerak bo'lsa ota-onalarga yoshirilmaydi. Chunki doimiy kerak. Bizga doimiy kelolmaydi, imkoniyati yetmaydi. Agar ota-ona uyda buni to'g'ri tushunib doimiy bajaradigan bo'lsa, albatta 1 yil ichida bola yurib ketish ehtimoli juda ham katta bo'ladi. Statistikamizga ko'ra bu narsa juda ham katta, yaxshi natijalarga beryapti. Misol uchun nutqiy rivojlanishdan orqada qolish bor bolada. Gapira olmaydi yoki nutqi kam yoki gapirishda qiynaladi, qo'shib gapira olmaydi. Buning uchun birinchi o'rinda nima kerak? Logoped defektolog. Birinchi o'rinda logoped defektolog. Bunda ham doimiylik kerak. Logoped defektolog har kun qatnashishi kerak. Bir xillarda eshitamiz, logoped defektolog 1 oy bordi, 1 oy dam oldi yoki 10 kun bordi, 20 kun dam oldi deyishadi. Bu xato, noto'g'ri. Chunki yangi o'rgangan so'zlarini agar o'rtada dam olish, pererif bo'ladigan bo'lsa, o'rgangan yangi so'zlarni, metodlarni unutib qo'yadi bola. Bunda ham doimiylik kerak. Hech bo'lmasa haftada 3 kun, kunora qatnash kerak bo'ladi. Va bu narsani logoped defektologga ota-ona ham kirib, o'rganib, uyda ota-ona o'zi ham vaqt ajratib shug'ullansa, albatta bola yaxshi bo'lib ketadi. Albatta bola qisqa vaqtda nutqi chiqa boshlaydi. Shu narsaga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Biz mentalitetimiz shunaqada, bolani nutqi kech qolaversa, e'tibor bermaymiz. Ota-onasi yoki kimdir kech gapirgan buvasi, momasi, buvisi kech gapirgan, bu ham shunday bo'ladi deyishadi. Eng katta xato shu. Chunki bolalar nutq markazi rivojlanishi 5-6 yoshgacha davom etadi. Undan keyin to'xtaydi. Keyin oladigan fizlecheniya yoki toklarimi, boshqa muolajalar hattoki yordam bermaydi. Natijasi kam bo'ladi, hattoki yordam ham bermaydi. Shuning uchun o'z vaqtida to'g'ri olib borilgan muolaja bolani qisqa vaqtda yaxshi bo'lib ketishiga sabab bo'ladi. Ko'pchilik shu savolni qayta-qayta beradida, o'zi reabilitatsiya qanday bo'ladi deydi va ba'zi birlar buni tushunmayotgan hamda reabilitatsiya desa massaj, elektroforeza qo'yadi, tirsak bo'g'imlarini ochib yopish deb o'ylayotganda, yo'q. Har bir bolaga alohida elfika mashg'uloti va elfika mashg'ulotlarning ham turi bor. Motorni antagonez deydi, yoshiga qarab kichkina, keyin elfika mashg'ulotlarini medik deydi, yurish bosqichiga kelganda yoki boshqa turlar juda ham ko'p va bolani yoshi kasalligidan kelib chiqib aytiladi. Ko'pchilik shunaqa xato fikr o'ylaydi-da, biz borsak muolajani 10 kunning ichida yaxshi bo'lib ketishimiz kerak. Kattalarda ham, bolalarda ham davolashni shunaqa deb o'ylashadi. Chunki bu kasallik birdan paydo bo'lmadi-ku. Reabilitatsiyada vaqt kerak bo'ladi. Kerak bo'lsa oylar, yillar vaqt kerak bo'ladi. Lekin oladigan muolajalar har kurs lecheniada ozginadan o'zgarish bo'lib boradi. Bu noto'g'ri tushuncha miyangizda chiqarib tashlang. Bu xato. Reabilitatsiya chunki tabiiy muolajalar bilan olib boriladigan mashqlar turi hisoblanadi. Shunday ekan, uni organizmga zararli ta'sir bo'lmaydi. Bu esa sekin astalik bilan bo'ladigan mashqlar turi hisoblanadi. Reabilitatsiya sekin astalik bilan tiklanadi. Xo'p, Shahzod Medical'da qisqa vaqtda yaxshi natijalarning bo'lish sababi doimiylikdir. Bizga kelgan bemorlarni to'liq va to'g'ri tashxis qo'yish uchun kerakli bo'lgan tekshiruvlardan o'tkaziladi va to'g'ri tashxis qo'yilgandan keyin oladigan muolajalar yozib beriladi va har bir bolaga alohida individual shug'ullaniladi. Hammasiga har xil mashg'ulotlar va eng asosiysi bular doimiy. Shahzod Medical'da 10 kun yoki qatnab yoki yotib oluvchilar uchun reabilitatsiya muolajalari bor va ushbu muolajalarga doimiy muolaja olib yurgan bemorlarimizda natijalar ko'proq kuzatiladi. Chunki doimiylik birinchi o'rinda turadi. Agar o'z vaqtida va doimiy olib yuriladigan reabilitatsiya bo'lsa, har qanday nevrologik kasallik bilan yaxshi natijalarga chiqsa bo'ladi. Va ko'pchilik murojaat qiladi, reabilitatsiya nimaligini bildik, eshitdik, lekin qayerga borsak bo'ladi, reabilitatsiya qayerda bor deydi. Bu haqiqatdan ham reabilitatsiya endi kirib kelgan va hamma joyda ham yo'q va bo'lgan taqdirda ham to'g'ri va mukammal reabilitatsiya qilishmaydi. Natija bo'lmaydi shuning uchun ham. Agar sizda yoki yaqinlaringizda shunday muammo bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Pastda raqamlarimiz bor. Qo'ng'iroq qilsangiz, qizlarimiz sizga to'liq ma'lumot berishadi. Reabilitatsiya muolajalarini hammani ham olishga imkoniyati yetmaydi, doimiy ololmaydi. Men bunday insonlarga tavsiya qilardim, agar bolada DTSP yoki harakatda orqada qolishi bo'ladigan bo'lsa, yura olmaydigan bo'lsa, birinchi uchratda o'zlaringizga yaqinroq joyda nevropatologga uchrash kerak. Elfika mutaxassisi bilan doimiy elfika mashg'ulotlarini olish kerak. Agar buni ham iloji bo'lmasa,
yaqin atrofdagi suzish havzasiga yoki shu atrofdagi gimnastika mashg'ulotlariga olib chiqib doimiy birgalikda shug'ullanish kerak. Agar bolada nutqiy rivojlanishdan orqada qolish bo'ladigan bo'lsa, nutqiy yoki aqliy autizm elementlari bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda logoped defektolog qatnashishlari kerak o'zlariga yaqin atrofda. Va 3 oy yoki 6 oyda bir nevrolog ko'rigi, logoped defektolog doimiy mashg'ulotlari kerak bo'ladi. Va bundan tashqari ota-ona birinchi o'rinda turadi. Doim shug'ullaninglar uyda ham, doimiy mashg'ulotlarga olib borsanglar, albatta farzandingiz yurib ketadi va gapirib ketadi. Va bunga 100% ishonchim komil. Agar videoni mana shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, demak sizda og'riq bor. Farzandingizda yoki yaqiningizda yuqoridagi nevrologik kasalliklar bor. Shuni o'ylagan holatda men sizga ajoyib sovg'a bermoqchiman. Ya'ni agar Shahzod Medicalga murojaat qilsangiz, ya'ni 10 kun yotib yoki qatnab oladigan bo'lsangiz, biz sizga LFK mashg'ulotlarini yoki massaj yoki logoped mashg'ulotlarini 10 kun davomida farzandingizga qo'llab, o'zingizga o'rgatamiz va uyga video darsliklar olishingizga va biz sizga vazifalar qilib beriladi. Yuqoridagi sizga bergan ma'lumotlarim shunchaki kitobdan o'qib olib sizga aytayotganim yo'q. Bu 10 yillik bolalar va kattalar nevrologiyasidagi tajribamdan kelib chiqib va amaliy yaxshi natija bergan qo'llanmalarimni, instrument deydi, mana shularni beryapman. Agar siz bunga ishonib, to'liq amal qilib o'z vaqtida olsangiz, albatta farzandingiz yaxshi bo'ladi. Siz bilan bolalar va kattalar nevrologi Shahzod Shoh Yusupov bo'ldi. Keyingi ko'rsatuvlarda uchrashguncha, aytgancha nima savollaringiz bo'lsa kommentariyada yozinglar. Bo'sh vaqt topguncha javob berishga harakat qilamiz. Rahmat hammaga.